Do'stlar, sizlar bilan men shundan bir uzigi men qaytdim do'stlar, tabriklayman. Ko'rgan bo'lsanglar, men short qo'ydim, 3 oylik mehnatim yarmi. Yana qo'yaman dedim, yig'iladi, ancha past o'tirmaydilar. Ko'raman. Ko'rgan bo'lsang, o'g'ri burgutdi. Yana oxirdan boshlaymiz. Darvozabon. Iker Casillas do'stlar. Mana parod qilyapti, juda yaxshi tekinga olib olganman. Sabitini olsam epoxada. Keyin Zashitaga keldik do'stlar. Zashitada bitta burjoni bor, ham Gonzalo Montiel. Burjoni oldin pakdan tushirgan, shu Italiya, просто Libertados'dan birinchi kuni. Endi Pacho Julian Pacho buni fragment ko'rganman o'tmishdagi do'stlar. Yaxshi. Bu yerda Peter Crouch unga xafa bo'lmaysizlar, Sarif va Abel qilganman fragmentlarni ozgincha qo'shib. Bu ham yaxshi. Uzoydir o'tiradi. Bu eskisi esa Kerkes. Paklanishdi hozir. Do'stlar, mana ki pozasiyaga keldik. Bu Ander Herrera sotganman, sotib berganman, ko'ryapsiz. Do'stlar, bu esa Kano Doполнительный времяdan tushgan. Buni yoki kuchaytiraman yoki almashtiraman do'stlar. Bu slabый pozitsiyasi Alexis McAllister. Agar bugun Tottenhamga qarshi Liverpool yutsa, buni o'g'ri adashmasa bittaga ko'tariladi. Agar ko'tarilmaydi, ko'rganlar. Do'stlar, hujumga keldik. Bu yerda Yaponiyada ko'ryapsiz. Oxirgisini bitirganmiz 109-113 pakda Doğan tushgan. Bu yaxshi. Burchakdagi yaxshigina uradi. Kurtuli bilan. Strike. Bu do'stlar, Yan Rush kechagina fragment oldi 500 ta. Do'stlar, 2 kunda 500 ta fragment yig'dim. 5 tadan ko'p. Statistika xabar asosida yaxshi. Endi esa do'stlar, oxirgi hujumchi Vingerda Gardon, Antonio Gardon do'stlar. To'satdan Liga Chempionlar pakidan tushgan. O'psiz ko'tarilgan. Yaxshi. Uskarinada bo'y yoshlar o'tib ketadi. Do'stlar, endi sostavni ko'rdik, baholaysiz. Hozirda do'stlar, bitta do'stim menga sostavni obzor qilib berib videoga oldi. Hozir ko'rsatmay o'chib ketgan bo'lsa, mana do'stlar, o'sha o'chib ketgan akkauntni yaxshigina akkauntida. Bruzon bir Vinicius, Bruzon Garincha, Bellingham, Mascherano, Maxana. Agar o'zini hozir o'ylayotgan akkauntni ko'rsataman endi. Mana do'stlar, o'zini o'ylayotgan akkauntda bo'ladi, lekin bu eng yaxshi o'yinchi Raul Sholiga yaxshigina Raul tushdi, 7500 ta deydi. Qo'yinglar. Ja, bu video lekin Joe Felix, Palmer, Simo, hozir do'stlar, videoni ko'rgan bo'lsanglar, shortslarda bitta akkaunt ko'rsatgan, hozir o'sha ko'rsataman. Pulli. Mana do'stlar. Do'stlar, chiqmaydi, qo'yishni ochilgan. Darvozabon Lev Ivanovich Yashin. Zashta boshlaydi. Lavris, Carlos Puyol, Ivan Cordova, Riz, Makelele, Gundogan, Bernardo Silva, Reus, Marco Reus,
hujumchisi Orientas ko'rmagansiz ekan. Birisi Antonio Di Natale. Do'stlar, sostavga baho berasizlar. Endi hammaga xayr jigarlar. Agar shu videoda 10 ta like 20 ta prosmotr bo'lsa, videoni keyingi videoda Samitani o'ynab open pack qilamiz. O'shanga ham samosiyatlarga qo'yaman. Hammaga xayr do'stlar. Obuna va like bosib esdan chiqmasin. Hammaga xayr.